O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 24-dan 27-fevralgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra 24-fevral kuni qisman bulutli bo'ladi. Kunduz kuni harorat o'rtacha 7-10 daraja atrofida, kechasi esa 0-2 daraja sovuq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqqa shamol yo'nalishini o'zgartirib, 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 25-fevral kuni ham asosan bulutli va quruq ob-havo saqlanib turadi. Kunduz kuni 8-12 daraja iliqlashadi. Kechasi -1 + 2 daraja atrofida bo'ladi. Ayrim hududlarda shamol 10-12 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. 26-fevral kuni havo harorati biroz iliqlashadi. Kunduz kuni harorat 10-14 daraja iliq, kechasi 0-3 daraja bo'lishi mumkin. Respublika bo'yicha yog'ingarchilik ehtimoli past. Shamol ostin janubiy sharqiy yo'nalishda 5-12 metr sekund tezlikda esadi. 27-fevral kuni ham ko'p hududlarda quruq va iliq ob-havo davom etadi. Kunduz kuni 12-15 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Kechasi esa 2-5 daraja atrofida bo'ladi. Shamol tezligi 5-10 metr atrofida saqlanadi. Umuman olganda 24-dan 27-fevral kunlari keskin sovuq yoki kuchli yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asta-sekin ko'tarilib boradi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.